Siz yuqori so'zlab o'tdingiz hamda qatnashgan kishilar albatta normal shaxs emas, hammasi yillardan buyon xizmat qilib kelayotgan. Bu 50 dan ortiq vakilningmi, mayli chet eldan qatnashgan, mayli Turkiyadan bo'lsin, ko'pinchisi bir tashkilotning mas'ullari yoki shu vazifa o'tayotgan kishilar hamda. Shuna deb qarayman. Hamda navbat tashkilotlar birligini hamda bundan keyingi bosqichda a'zo tashkilot qabul qilish, birlikni texnik kengaytirish haqida qanday shart ve planlar var bu vaqtda. Endi bu jihatda yuqorqi savolning davomiga keldi desam xatolaşmadı. Sharqiy Turkiston Tashkilotlar Birligininki 2 avgust kuni İstanbulda tashkillangan erkin saylimi. Bu bizningki mushu ichimizda Ma'arif harakatininki shura heyeti ve istishora heyetininki yig'ini orqali ilingan qarorlar, ba'zi tadbirlarninki amaliylash bosqichi shu. Ya'ni bu boshqarish mexanizmininki o'zgarishi ve şundaqla bunun iştirak qilg'ichi a'zo bo'lgan tashkiliy qurumdan tortib shaxslar bo'lgan hammasiniki bayatın deb keldim, yani tekrarlayman. Bu 3 nokta bek muhim. Bu birincisi sadakat. Hoş. İkincisi layakat. Üçüncüsü samimiyet degan mush prinsipning uchligi bo'yicha hem bu qatnashchi tashkilotlarni qayta ko'rib chiqdik. Qatnashadigan ishchi kechirib xizmat qilgan taraflarni qayta ko'rib chiqdik. Bu jarayonda hem ichki islohotning bir qismi hem de şu ilingan qarorlarning bir amaliy tartib bo'yicha tünügün biz cemaatimiz, idare heyet ve a'zo tashkilotlarninki qatnashida yani bir kengaytirilgan yig'in ochgan edik. Bu yig'in jarayonida kimlarning o'rtamizdan qolganligini oshkoraga qildik. Bu tavsiya bilan sonni ovutish uchun yoki bo'lmasa uning salohiyatini, sadoqatini, samimiyatini o'lchamasdan uning faqat mavjudlik bilan bizning aramizga kirish mexanizmini tubdan o'zgartirib o'tdik. Bu tugadi bu ishlar. Bu tuggandan keyin a'zo bo'lg'ich tashkilotlarning hozir mavjud ichida qolganlarning hammasining salohiyati, sadoqati, samimiyati qayta ko'rib chiqildi. Chiqib ketganlarga qo'yilgan bizning ularning o'zining erkinligiga hurmat qilish prinsipimiz, ne ular bilan qarshilashish, ne ularga biz azor berish niyatimiz yo'q. Chunki bu da'voda mush 3 o'lcham mavjud bo'ladi ekan, har kim shu 3 o'lcham bilan o'zining buning ichiga kirishga layoq to'shamdi, to'shmamdi, samimiyati bilan bo'lmamdi degan narsani o'tirib qo'ydik. Qolganini biz Alloh qo'yamiz. Lekin yangidan tashkillangan idora heyetininki erkin saylom orqali vujudga kelgan yangi idora heyetinin qurilmasida yillardan bir tavsiya shaklida faloncha reis bo'lsin, chavak shakldan bu erkin saylom orqali raqobatga tushgan nomzodlik usuli bo'yicha har kim o'zini maydonda ko'rsatsin shakl bo'yicha taraflar o'zlarininki o'zi loyiq ko'rgan nomzodlarni oshkora ko'rsatish va yig'in saylom ishtirokchilarininki yoshirin ovoz berish orqali nomer chiqqan natijaga, saylamdan neticesi sandıktan çıkan neticeye hürmet qilgan asasda yangi bir idoraya tashkillanib chiqdi. Bu mu amaliy islohot bosqichininki bir bosqichga aylandi. Yillardan beri bunda sandık şekilde saylam qilish, qatorlar shakllarninki gerçiligi Türkiye'de dernekler yoki jamiyatlarninki boshqarish tuzumlari bo'yicha qilingan bo'lsa-mu, yani millatning irodasi bo'yicha qilingan shakli buning qo'shildi desam, buni iftixorlik bilan jakalaymiz va shundaqla chiqqan natijadan 9 kishilik yangi idora heyetining shakllanishi, raisninki qayta yangidan raisninki maydonga kelishi va shundaqla bu vazifa taqsimotidagi boshqa burunqi mexanizmdan farqli bo'lgan shakldagi taqsimot shakli va boshqa xizmatlarninki ijro etidagi amaliy iqtidorga qarta kimlar bilan qandoq yaqinlashish va boshqa qarindosh tashkilotlar, millatning vakillari bilan qanday yaqinlashish va fikrlarni qanday qabul qilish shakllari va o'zimiz isloh qilishdan tortib eng oxirgi ulug'vor g'oyamizga yetish jarayonimizda duch kelish ehtimolligi bo'lgan barliq taraflarninki yani barliq taraflarni masalalarning hammasini hech qaysiga rad qilgan emas, hammasiga yo'l qo'ygan shaklda bir qarorlar ilindi bunga. Bu mu ichki islohot va shundaqla shu Ma'arif harakatininki yillardan beri qilib kelayotgan o 20 yillik amgigininki texdimi bir shoxlangan, gullangan jamoat bilan texdimi yaqin ko'ngil bag'i bog'langan bir shakl kelish uchun harakat qilganligimizninki amaliy isboti bo'ldi.